Bunga qo'ygan maqsadimiz UFC inshaalloh. Inshaalloh UFC Yetamiz. tayyor turing. Assalomu alaykum do'stlar. Cowboy Fight Clubning yana bir chempioni Muhammad Umar bilan suhbat qilamiz. Muhammad Umar, assalomu alaykum. Salomatliklar yaxshimi? Yaxshi bo'ldinglarmi? Muhammad Umar, qalay endi safarga tayyorgarliklar? Zo'r aka. Endi hozir chempionga sekundantlik bo'lishdi. Qanaqa endi bir mas'uliyati? Juda qiyin sekundant bo'lish, sababi men aytganman qiladilar hamma nimasini. Xato qilsa ham siz sababchi bo'lib men qolishi. sababchi bo'lib qolishi mumkin. O'shani iloji boricha ko'rib bilib, Siz ham o'zingizga yarasha mutaxassissizku, to'g'rimi? Muhammad Umar Alash Pride kamarga 5 raund jang qildingiz. Endi ko'rib chiqdim. Realni siz yutgansiz. Nichiyaga qanaqa munosabatingiz? necha endi muvaffaqiyat qilishdi, endi xudo xolasa revanch. Revanch qachon bo'ladi? Revanch biz tayyormiz, kutyapmiz endi. Ulardan kutyapsizlar. Ulardan kutyapmiz. Vanessiga borib bitta o'zingiz jang, na sekundant olmabsiz. O'zingiz yakka bu qanaqa o'tdi bu? Boshqa bo'yga tayyorgarlik qilyapti-dan. 2 kun ichida sraz bo'y berishdi Vanessidan. Olib, borib, urishib, vez qilib, o'zim yakka borib yutib keldim. Qisqa muddatda berayotgan vizitlarni qabul qilish qanchalik to'g'ri bu? Endi biz hamisha tayyor bo'lamiz. Sababi 2 mahal tinufga musobaqa bo'lsa bo'lmasa, shu Cowboy zalida 2 mahal tinufga qilamiz. Laboy mahal menejerimiz bor Marat aka, o'sha Laboy mahal bo'y desa srazi olib. Bir kunda 24 soat, bir yilda 365 kun tayyor turishlaring kerak. Xudo xolasa 19-iyulda Peterda OpenFC'da Muhammad Umar jang qiladi. Necha kilo vaznda urishasiz? 70 kilo. 70 kilo. Saperningiz rossiyalik. Mana shunaqa. Muhammad Umarni kommentariyalarda qo'llaymiz. O'zbekiston bayrog'ini yuksak ko'tarib, Cowboy Fight Clubni dunyoga tanitish kerak. Istoriya qilganimizdan keyin sizga savollar jo'natishdi-da, do'stlar yozyapti. Aka ayting, oshlarga ham kelib tursin deydi. Oshlarga bormayapsizmi? Yo'q, oshlarga. Sabab pastani Oldimizga qo'ygan maqsadimiz bor, xudo xolasa UFC'ga harakat qilyapmiz. Astoydil. Hozir aytgandek ertalab kelaman, shu kechgacha zaldamiz. O'sha bizga savol jo'natgan aka, hozir orzular maqsadga aylanadigan paytlar kelgan. Xudo xolasa maqsadlarimizga erishib olganimizdan keyin billalashib choyxonaga boramiz, siz bilan ko'rishamiz. Mirzatilla bilan qachondan beri tanisizlar? Akam bilan 2017-yildan beri shu Shohruh Usmonov trenerimiz bilan oldiga kelganmiz. O'sha bo'yi bilamiz. Ikkovlaringni ham trenerlaring Shohruh Usmonov. Usmonov. Shohruh Usmonovga sog'lik tilaymiz. Shunday shogirdlarni tarbiyalab berganingizga sizga rahmat. Eng katta orzungiz UFC, xudo xolasa. Bunga qo'ygan maqsadimiz UFC inshaalloh. Inshaalloh UFC Yetamiz. tayyor turing. Biz O'zbekistonning tanklari vot xudo xolasa sizlarga yetib boradi. Bilaman sizga katta mas'uliyat yuklatilgan, lekin xudo xolasa sportsmenni duxi kuchli bo'ladi. Sizga omad tilayman. Suhbatlarimizga samimiy javob berganingiz uchun rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin.